Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun revmatizm to'g'risida tushuncha degan temada qisqa bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada asosliqi revmatizmniki qandaq bir kasal ekanligi, qaysi kasalliklarniki revmatizm doirasiga kirdiganligi, uning paydo bo'lish sababi va uning turlari to'g'risida qisqacha bir tushuncha berib o'tmoqchi. Tövəndə diqqətinizlər leksiyanın təfsilatında bolsun. Revmatizm degan bu atalğı tarixda yallıg'lanish sababidan kelib chiqqan. Har xil bo'g'im yallıg'ga ishlatilgan bo'lib, u ma'lum bir kasallikning ismi bo'lmasdan, balki paydo bo'lish sababi o'xshash bo'lgan bir to'p kasalliklarning o'rtaq ismidir. Revmatizm bo'g'im, so'ngak, muskul va pay to'qilmalariga ta'sir qiladigan ost xarakterlik kasalliklar bo'lib, u kam deganda 200 xil o'xshamagan kasalliklarni o'z ichiga oladi. Revmatizm kasalliklari garchi hamma yoshdagi er va ayollarda ko'riladigan bo'lsa-mu, ammo ayollarda nisbatan ko'p uchraydi. Undaqda bu revmatizm qandaq paydo bo'ldi, uning paydo bo'lish sababi nima degan vaqtida revmatizmga tava kasalliklar ko'pincha ahvolda badanning immunit sistemasi qalaymaqonlashib, o'zining to'qilmalariga hujum qilish sababidan paydo bo'ladi. Shunga u o'ziga qarshi immunit binormallik kasalliklari doirasiga kirdi. Yani İngilizce autoimmune disease dairesiga kirdi. Normalda bedenning immunit sistemasi kasalga qarshi antibody ishlab chiqarib, badanga kirgan kasal paydo qilguvchi omillarga, ya'ni virusga, bakteriyaga hujum qiladigan bo'lib, badanning o'zining to'qilmalariga hujum qilmaydi. Undaqda nima sababdan badanning immunit sistemasi o'ziga, ya'ni badanning o'zidagi to'qilmalarga hujum qildi degan vaqtida uning sababi texi aniq emas, balkim gen, yuqumlanish, muhit bulg'unish, istitak qatorliq omillar bilan munosabatlik bo'lishi mumkin. Bu jihatda tadqiqotchilar nurg'unlagan tadqiqotlarni ilib borgan bo'lsa-mu, lekin nima uchun odam badanining immunit sistemasi o'ziga hujum qiladiganligininki aniq sababini aniqlab chiqqani yo'q. Ama yuqori deb o'tgandagidek, bu revmatizm yolg'iz bir kasallik bo'lmasdan nurg'unlagan kasalliklarni o'z ichiga oladigan bir o'rtaq nom bo'lib, uningda qandoq o'rtaq kasallik alomatlari bo'ldi, ya'ni revmatizm doirasiga kiradigan kasalliklarda qandoq o'rtaq alomatlar bo'ldi degan vaqtida birinchisi og'rish bo'libmi, put va qo'lniki bo'g'imlari og'rish. Ikkinchisi bo'g'imlar va bo'g'im atrofi ishib qilish. Uchinchisi bo'g'imlar qetishib qilish yoki harakat bo'g'imlarniki mushu qo'l, put, pochoqniki bo'g'imlarniki harakati cheklimiga uchrash. To'rtinchisi arg'inlik his qilish yoki oson charchash. Beshinchisi rahatsizlik yoki bearomlik his qilish. Oltinchisi tuvan temperaturlik qizish, ya'ni qizitma bo'lish, biroq temperaturasi bakteriya bilan yuqumlangandek undaq bak yuqori bo'lmaslik. Yettinchisi o'ruqlash yoki badan eg'irligi tushib ketish. Sakkizinchisi tomoq yegisi kelmaslik yoki ishtahosi nachar bo'lish. Mana bular mushu revmatizm doirasiga kiradigan har xil kasalliklarningki o'rtaq kasallik alomatlari bo'lib, konkret kasalliklarda balkim ba'zi farqli kasallik alomatlari bo'lishi mumkin, lekin bular shu hamma kasallarda shu revmatizm doirasiga kiradigan kasalliklarning hammasida o'rtaq bo'ladigan kasallik alomatlari hisoblanadi.
Ama yuqori deb o'tgandagidek, bu revmatizm bir xil kasallik emas. Hozir revmatizm doirasiga kiradigan 200 xildan ortiq kasallik bor deb o'tdim. Undaqda bu revmatizm doirasiga kiradigan kasalliklar ichida qaysi kasalliklar ko'p uchraydi degan vaqtida, birinchisi suyak bo'g'im yallig'i, ikkinchisi revmatizmlik bo'g'im yallig'i, uchinchisi sistemalik qizil tamratka, ya'ni buni inglizcha lupus deydi. Uyg'urcha nima deb tarjima qilganligini bilmaganlik uchun men o'zim buningga shu inglizcha ism bo'yicha sistemalik qizil tamratka deb tarjima qildim bu kasalning ismini. To'rtinchisi qitilish xarakterlik umurtqa yallig'i, beshinchisi tamratkilik bo'g'im yallig'i, oltinchisi Sjogren sindromi, ya'ni bu kasalni bayqagan odamniki nomi bilan qo'yilgan bir kasallik ismi. Yettinchisi yallik bo'g'im yallig'i. Yallik bo'g'im yallig'i, ya'ni inglizcha gut deb atalgan kasallik, yallik bo'g'im og'riqi. Sakkizinchisi teri qetivilish kasali, to'qqizinchisi yuqumlish xarakterlik bo'g'im yallig'i, o'ninchisi qo'ramiga yetmaganlarning bo'g'im yallig'i, ya'ni yosh bolalarda bo'ladigan bo'g'im yallig'i. 11-si revmatizmlik muskul og'riqi. Mana bu 11 xil kasal, shu 200 xildek revmatizm doirasiga kiradigan kasalliklar ichida nisbatan ko'p uchraydigan kasalliklar bo'lib, bu kasalliklar odatda har xil yoshdagilarga ta'sir ko'rsatsimi, ko'pinchisi shu ayollar bilan yashanganlarda ko'p uchrashi mumkin. Hamda yuqorqi kasalliklar ichida alohida tilga ilishqa tegishli bir kasal shu sistemalik qizil tamratka yoki lupus degan kasal bo'lib, uninki oqibati yolg'iz shu bo'g'imlar bilan cheklanmaydi. U sistemalik, ya'ni butun badanga ta'sir qiladigan bir kasallik bo'lgani uchun men buni alohida tilga elib o'tishni muvofiq ko'rdim. Hamda sistemalik qizil tamratka yoki lupus degan bu kasal ko'p uchraydigan revmatizm kasallarining biri bo'lib, u butun badandagi hamma organlarga hujum qilib, ularning hammasida og'riq yoki zaxmi paydo qilishi mumkin. U kasal eng ko'p hujum qiladigan organ va a'zolar tovandikicha. Birinchisi albatta bo'g'imlar, mayli qo'l, mayli putning bo'lsin, bo'g'imlar. Ikkinchisi yurak, bu revmatizmlik bu sistemalik qizil tamratka shu yurakka ta'sir ko'rsatgan vaqtida yomon oqibatni keltirib chiqardi. Albatta bu tamratka bo'lgandan keyin buningki ta'sir ko'rsatadigan organlar ichida teri bak muhim. Teri shu yuz bo'lsin, badan bo'lsin, qizil tamratka besib ketadi bu xil kasalga bo'lganlarda. To'rtinchisi böğrek, beshinchisi miya, oltinchisi qon va qon tomir, yettinchisi jigar, sakkizinchisi o'pka, to'qqizinchisi choch, o'ninchisi ko'z. Ko'rayotganinglardek bu kasal odam badanida muhim bo'lgan organlarningki hammasiga hujum qilishi mumkin. Agar bu kasal taraqqiy qilib badandagi yuqoridagi organlarga hujum qilgan vaqtida uning oqibati nihoyatda ig'ir bo'ladi. Afsus, bu kasal hozirga qadar davolash unumi biroz nachar bo'lgan, ya'ni unumlik davolash bo'lmagan kasal bo'lganligi uchun bu kasalga giribdor bo'lgandan keyin bemorniki oqibati biroz nachar. Undaqda eng muhim hamda bu revmatizm kasalliklarini biz qandaq bir taraf qilamiz, ya'ni o'zimiz bu revmatizm kasalliklar doirasiga kirgan har qandaq bir kasal giribdor bo'lgan vaqtida nima qilamiz degan vaqtida, revmatizm doirasiga tava kasalliklar asosan ost xarakterlik kasallik bo'lib, saqaytish nisbatan qiyin
Hozirga qadar hammaga mos keladigan unumli bir davolash usuli yo'q bo'lganlikdan, uni davolashda har xil davolash usullarini qo'llanishga to'g'ri keldi. Ya'ni ba'zi bemorlar g'arb tibobatiga ko'rinib, uningda necha yil davolash orqali davolash unumi bo'lmagandan keyin an'anaviy tibobatlarga tayinib davolashga urinishi mumkin. Mayli g'arb tibobati olsun, mayli an'anaviy tibobat olsun, bu kasalga nisbatan hozir qadar eng unumli bo'lgani faqatla kasal alomatlarini yengillatish yoki kasal taraqqiyotini kontrol qilish bo'lib, bu kasalni unumlik talto'kis davolaydigan usul texi yo'q. Shundaqdimi, tövəndəkidək usullar orqali bu kasalni bartaraf qilish mumkin. Birincisi, eng muhimi mushu bo'g'imlarni yaxshi asrash. Bo'libmi bak yosh vaqtida bo'g'imlarniki zaxmlanishning, yallig'lanishningki oldini ilish, bo'g'imlarga tushgan besimni tövaltish, bu kasallikka azobini yengiltishda bak muhim. Ikkinchisi, yalluqqa qarshi va og'riq pasaytish dorilarini ishlatish. Buning damda mayli yalluqqa qarshi dori olsun yoki og'riq pasaytish dori bo'lsin, bu faqatla kasal alomatlarini yengiltadigan usul bo'lib, kasalni talto'kis saqaytmaydi. Uchinchisi, fizikalik davolash, ya'ni ugulash, massaj qilish, issiq o'tkazish, tok bilan davolash degandek davolashlar, bu davolashning belgilik unumi bor, lekin kasalni talto'kis saqaytmaydi. To'rtinchisi, qumga ko'milish, ya'ni bo'lib bizningki turpanning qumliqqa ko'milish, mush arshonga tushish deganlarning belgilik unum borligi isbotlangan. Beshinchisi, badan ig'irligini yaxshi kontrol qilish, muvofiq badan chiniqtirish, ya'ni badan ig'irligininki mush bo'g'imlarga tushgan besimini tövaltish. Mana bular mushu revmatizm doirasiga tava kasalliklarga giribdor bo'lgan kishilarga mening beradigan tavsiyalarim. Ya'ni mushu orqali biz bu kasal azobidan belgilik darajada bo'lsa-mu qutula olishimiz mumkin. Bugungi bu revmatizm to'g'risidagi qisqa leksiyani shu yerda oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'p rahmat. Alloh hammamizning tenini salomat qilsin. Kasallardan, har xil kasalliklardan xoli qilsin. Xayr xo'sh, ko'rishcha omon bo'linglar. Allohga omonat.